Assalomu alaykum azizlarim. Men vrach endokrinolog Istora Hajjonni sizlar bilan bugun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni gaplashmoqchiman. Ya'ni bu anemiya va gormonal o'zgarishlar. Bular bir-biri bilan bog'liqmi va o'zi umuman olganda ichaklarimizdagi muammolar va vitaminoterapiya, mikroelementlar yetishmovchiligi, umuman zaxiralarimiz yo'qligi, bularning hammasi bizning gormonal tizimimizga bog'liqmi degan savolni ko'pchilikdan eshityapman, shuni javobini bermoqchiman. Demak, bugun aytmoqchi bo'lgan gapim aynan ayollarga. Nimaga ayollar sizlar o'zinglarni bunaqa sog'lig'ingizda juda ham ko'p muammolar bo'lsa ham e'tibor bermaslikka harakat qilasizlar va oxiri qon ketishlar, qanaqadir og'ir holatlar va gormonal buzilishlarda aynan belgilarni yana ham yaqqol bo'lgandagina vrachga murojaat qilasizlar. Demak, bir ayol yonimga kelganlari meni juda ham ta'sirlantirdi. Ya'ni anemiya, umumiy ferritillari past bo'lgan ayollar prosta ozish uchun kelayotganlar. Bu qanaqa holatki, sizlarning tashqi ko'rinishingiz sizlarga juda ham kerak-ku, lekin o'zingizlarning organizmingiz umuman sizlarga e'tiborsiz qoldiryapsizlar. Umuman sizlarga kerak emas. Ya'ni bu holat ertaga sizlarga og'ir holatlarni keltirib chiqarishi va bundan keyingi bo'ladigan asoratlar bilan kurashishdan boshqa narsani olib kelmaydi. Nimagaki ferritin o'zi umuman gemoglobin pasayguncha ham organizmda juda ham ko'plab signallar bo'ladi. Bosh og'rig'i, o'zingizlarning kayfiyatingizning tushib ketishi, ishtahada har xil o'zgarishlar, har xil qurtlar yegisi kelishi yoki bir qanaqadir narsalarni yegisi kelishi, nima deydi, menstruatsiyada buzilishlar, har xil menstruatsiyaning tez va oldin yaqin kelib qolishi, umumiy olganda juda ham ko'plab signallarni beradi, lekin buni ko'zlarimizni yumgan holatda o'tkazib yuboramiz. Bundan keyingi holat esa o'sha umuman boshqacha holatlar, sochlarning to'kilishi, organizm umumiy holsizligi, gormonlarning umumiy darajada buzilishlari bilan kechadi. Endi faqatgina semizlik bilan yoki boshqalar bilan kelyapti-yu, lekin organizmida og'ir holatlarni nimaga bunchalik o'tkazib yuborish mumkin? Chunki buni bizlarning avlodlarimizdan deb o'ylashadi. Ya'ni, mani o'zi genimda shunaqa bor, ya'ni oldin onamda ham anemiya bo'lib yurganlar, ferritinlar doimiy past bo'lgan, bunaqa holatlar ko'p bo'lgan-ku, lekin hech narsa bo'lmadi, mana yuribdilar, normalnilar deyishadi. Lekin u ayollar onasini qarasak, miomalari, tugunlari, ko'kraklarda kistalar, butun ichaklarda kolitlar, oxiri operatsiyagacha borgan-u, lekin bu narsani prosta tak mimo o'tkazish bu normal holatga aylangan. Endi bu narsalarni gapirib chiqqan saringiz, bu narsalarni oldin ham bo'lgan-ku bu narsalar deyishinglar mumkin. To'g'ri, oldin ham bo'lgan, lekin bu bizani ichaklarimiz bilan, umumiy organizmimiz bilan bog'liq holatlar, og'ir holatlar bilan bo'lmagan. Ya'ni oldingi insonlarda immun tizimi juda ham yaxshi rivojlanganligini kuzatishingiz mumkin. Chunki ularning ichaklarida so'rilish 60-70% gacha yaxshi bo'lgan. Hozirgi paytda bo'lsa juda ham qisqargan bu holat. Nimaga? Chunki bizani yurishimizdagi o'zgarishlar, ya'ni kam harakatliligimiz, bizani mikroplastlarda har xil ovqatlarni ko'paytirganligimiz, umumiy olganda salafanlarni, umumiy olganda hayot tarzining o'zgarishlari, kislorodning kamligi yoki havodagi o'zgarishlar, global o'zgarishlarning hammasi va ovqatlanish rejimimiz o'zgarganligi. Hozir hayot jadallashib, tezlashib ketdi va shuni natijasida insonlar hamma narsani tez yeyish kerak. Ovqatlar ham tez pishishi kerak. Tovuqlarni masalan hamma narsa tez o'sib rivojlanyapti, bularga ukollar qilinyapti. Bularning hammasi organizmga kirib, shunda ham o'zi musor bo'lib yotgan organizmni yana ham uni musor qilishga harakat qilib, biz yana bu organizmga kerakli bo'lgan mikroelementlarni bermayapmiz. Va shuni natijasida gormonlarimizda insulin rezistentlikda o'zgarishlar, ayniqsa insulinlarning baland bo'lishi, qandli diabet va turli darajadagi boshqacha kasalliklar bilan avjlanib, onkologiyalar bilan avjlanib ketyapmiz. Shuning uchun men sizlarga eng katta maslahatim, sizlarda ferritin pastmi? Organizm o'zi bundan bekitib ishlayapti. Ya'ni kislorod yetishmovchiligi bilan ishlayapti. Buni avlodlaringlar bilan bog'lamanglar. To'g'ri, sizlarda shu onangizlarda bo'lgan muammolar yoki umumiy o'sha holat bo'lgan bo'lishi mumkin, anemiyalar bilan tug'ilgan bo'lishi mumkin, lekin
bu sizlarni organizminglar. Uni ko'tarish ham, uni sog'lomlashtirish ham, tiklash ham o'zinglarni qo'linglarda. Sizlarga hech kim bu narsaga taqiq qo'ymagan, o'zinglar tanlovinglar o'zinglarda. Ovqat yeyotganlarda ham osh yesanglar yonida salat bilan yesanglar bo'ladi yoki karamli ko'p, zelenlar juda ham yaxshi davlatda yashaymizda. Men masalan Chexiyada yashagan paytimda zelenlarni bitta puchogini palon pulga olamiz va shuni ham ayab asrab ishlatamiz. Lekin O'zbekistonda juda ham bu narsa mazada, hamma narsalari bor, shirin mevalari, pomidor bodringlarga qo'shib ovqatlansanglar, umumiy ichaginglardagi muammolar bo'lsa shuni bartaraf etish, ichakdagi muammolar juda ham ko'plab muammolarni yana keltirib chiqarayotganligi va ferritinni pastligini oddiy preparatlar bilan ham, hayot rejiminglarni, ratsioninglarni to'g'irlash bilan ham, to'g'ri dorilarni tadbir qilib ham, mikroelementlarni to'yintirib ham shu narsaga erishishinglar mumkinki, ertaga keyin sizlarda har xil spiral qo'ygandagi o'zgarishlar, gaymeritlar yoki vaspalительный protsesslar, og'ir holatlar bo'lmaydi. Va o'tkir holatlardan qochish uchun ham sizlar albatta vrach bilan maslahatlashgan holda dorilarni to'g'ri tadbir qilib, ratsioninglarga qarab, yurishni to'g'rilab, yaxshi natijalarga va yil sizlar uchun eng chiroyli bo'lishga olib kelishinglar mumkin. Meni kuzatishda davom eting va sizlarga kerakli bo'lgan ko'plab maslahatlarni berishga harakat qilaman.